Salom do'stlar, Goldmoney kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan o'tgan videoda Polpik haqida gaplashgandik. Videolar ko'rgan bo'lsangiz kerak, 970 KF ushladik, ya'ni 970 KF. Xo'p do'stlar, endi 9 KF undan yuqorisini ushlab ko'ramiz. Xo'p, buncha nima qilamiz? Buni hozir qo'yamiz. Yoqqa 10%. Xo'p, o'zgartiramiz. Tak. 7% o'yinlikcha. Tak. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Bo'lsam ketdik. Ikkita qo'yil. Tak, endi buni o'zgartiramiz. Xo'p, ketdi. Ikkitada. Ko'rishinglar mumkin. Ikkitada 12.93 KF ushladik. Yo'q, 13.86 ekan. Adashma. Xo'p, yana bosamiz. Yana ikkita. Xo'p. Yana. Keyin o'zgartiramiz buni. Xo'p. 10 bittada. Tak, buni 1% qilib ko'raylik qani. Ushlar ekanmiz. Yo'q, 1.50 qilaylik qani. 1.50. Tak. Xo'p, bosib ketdik. Menimcha ko'p qo'yyaptim. Xo'p, mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Hoy, tushib ketdi. Ushla. O, молодец. Ko'rdinglarmi? Nima deyapti? 66 ta o'yinni ushladik. Mana 67, ya'ni 64 koeffitsient. 31. Zaigрывал foyda. Lekin hech kimga buni tavsiya qilmayman. Chunki balansiyadagi tangaga qarab qilishinglarni tavsiya qilaman.
atak hech kimga tavsiya qilmayman bu narsani. Nima deganda juda xavfli bu. Omad kelsa-ku ushlaysizlar, omad kelmay qolsa-ku minusga kirib ketasizlar. Atak sizlarda misol 10 ta, 20 ta balansinglarda shunaqa anaqa bo'lsa, tanga bo'lsa, tangada nima qilaylik? Hop. Tak. Bu risk juda yo'qotish kattaroq. Sizlar lekin agar sizlar ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana buni 10% qilmanglar-da. Mana buni 10% qilmanglar-da, 2% qilinglar. Keyin mana bu summani iloji bo'lsa eng kichkinasini o'ynanglar. Ya'ni misol deylik, shu bilan o'ynasanglar ham bo'ladi. Qaranglar, 1000 so'm xudo tak so'mga chaqiraylik, 1000 so'm tikyapsizlar-da. 63,000 olyapsizlar. Shunda bu degani misol 63 ta o'ynagan taqdirda ham sizlar plyusni bilasizlar-da. 63 marta tikkaga bitta yutuq bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman, 63 mingdan 1000 so'm ayirsangiz 62 ming foyda qoladi degani. Agar shuni misol deylik sizlar 10%, 1000 so'mda 10%, ya'ni bitta tikdinglar 1000 so'm, keyin 1000, 10 so'm, 1020 so'm shunaqa tikib bo'lsanglar, mana bu ham 63 ming bo'lsa, shu ko'tarib boraveradi-da. Hop deylik. Hop, mana buni o'zgartiraylik. Qancha bo'lar ekan? 63 670 bo'lsa 64 306. Shunaqa ko'payib boraveradi-da. Hop, buni sizlar ko'ramizmi? 150. Mayli, mana shuni sizlar ko'raylik. Degan video cho'zilib boradi. Hop. Mana ushladik yana. 20 bittada. 374 910. Mana ko'rdinglarmi? Shunaqa qilib o'ynasalar bo'ladi, o'ynamasalar bo'ladi. Bu sizlarga maslahatim, bunaqa risk qilmanglar. Minusga kirib ketishinglar aniq. Chunki men juda ko'p minusga kirib ketdim, o'shaning uchun video olib qo'ya olmadim. Necha marta misol pul soldim bunga, chiqardim, yana soldim. Ishqilib rasvo qildim to'g'risi. 500 ming, 700 ming rasvo qildim deyman. Uchib bordim havoga. Nimani ketgan pulga achinmaymiz. Endi kimni sharoiti qanaqa sharoitga kelib chiqqan holatda shunaqa deyapman. Sharoitinglar agar yaxshi bo'lib, yaxshi keladigan joyi bo'lsa, topayotgan pulinglardan tashqari shunaqa o'ynaqa qilib pul solib o'ynashinglar mumkin. Atak sarmoyasiz ham o'ynasanglar bo'ladi. Vaqtga ko'p ketadi bunga. Agar sarmoya bilan kirsanglar, ehtiyot bo'lib o'ynashinglarni tavsiya qilaman. Bu ham yana qo'shimcha. Xudo xohlasa buni 1000 ga olib chiqsak, keyin bunda oshiramiz. 1000 ga olib chiqsam, xudo xohlasa
keyin o'sha obunachilarga, ya'ni mani referandim bo'lib kirganlarga 5 tadan yoki 10 tadan tangasini o'tkazib beraman. Buni keyin hal qilamiz. Mana video davomida yana savol bittaga olib chiqqandan keyin bir oyda olib chiqamanmi, 1,5 oyda olib chiqamanmi. Keyin har bittasiga misol 5 tadan yo 10 tadan o'tkazib beraman. U uchun nima qilish kerak? Mana shu videoni tagida men ssilkasini qoldiraman bilan. Sizlar ro'yxatdan o'tasizlar. Keyin skrinshotini tashlaysizlar. Ya'ni qaysi ism bilan kirganlarni elektron vazifalarni belgilab, tak, keyin o'sha qaysi ism bo'lsa ism, qanaqa nom bo'lsa nom, skrinshotni telegramda jo'natasizlar. Mana shu saytni manzilini, ya'ni o'zinglar o'sha ro'yxatdan o'tgan saytni manzilini tashlasanglar, depozit degan joyi bor, mana bu yerda bilasizlar-ku. Hozir mana depozit shuni olasizlar, kopировать qilasizlar va menga tashlab berasizlar. Oldin buni men mingga chiqarib oling, keyin sekin o'sha kuniga misol nechta yutsam, misol nechta ko'tarsam, o'shani misol 5 tasini yoki 10 tasini tashlab beraman. O'sha kunlar kelaversa bir gap bo'lar, mingta qo'llik. Har soatlisini olamiz. Xo'p, oldik mana. Shu bilan video tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.